turishga o'zimni osib o'ldiraman, mana shu qilig'ini qildim. Torligimga ham, shaharligimga ham hech narsa yo'q deb o'tgan. Pollaringiz ham yo'q ekan. Qo'lim yo'q. Tuproq bilan tosh. Hurmatli do'stlar, hammaga juma muborak. Bugun juma ehsonimiz. Mana bu xonadonga keldik, lekin siz mana bu kadrlarga ahamiyat bering. Shu onaxonning uylariga keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, kelingizlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlarmi? Kelingizlar, sovuqqa qotib. Biz bir va'da beruvdik. Qanday siz qatga qo'ysam ularga? Xolodilnigingizni ishlasa qolmabdi-ku. Biz oxiratga kelgandan keyin hech kim kelmadimi? Hurmatli do'stlar, biz bu onaxon uyiga kelgandik. Bugungi juma ehsonimiz bitta oilaga bag'ishladik. Produktlarni olib keldik, qo'ldan kelgancha. Biz kecha bir uyni tugatdik, undan oldin ham bir uyni tugatdik. Bu onajonimizni mana shu holatlarini mana sizlarga ko'rsataman. Kelinglar, qizlari bilan yashashadi. Boquvchilari yo'q. Mana shu patologlari, salafan mana shunaqa holatda deyaptilar. Lekin muammo produktda emas, biz qarab turamiz. Uylar quryapsiz, Azjon. Gapiring o'zingiz. Azjon, uylarda chiroyli qilib quryapsiz, menga ham yordam bering deb iltimos qilgan edim. Opa, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz deyishdi. Allohga shukr, mana yana kelishdi. Lekin juda ham bu dunyodan juda ham nima deydi? Yuragim to'lib, mana shu dunyoda yashagim ham kelmay qoldi-da. Orada shunaqaki yuragim siqilganidan yashagim ham kelmay, o'zimni osib ham o'ltirishga, men oxirgi nimalarimga yetib keldim. Unaqa narsani gapirmang. Hurmatli do'stlar, aka-ukalar, haqiqiy haqdor ona mana eshiklarini ahvolini ko'rdingiz. Mana romlarini ahvolini ko'rdingiz va uy haqiqatan sovuq, bitta shu pechka bilan o'tirar ekanlar, pollaringiz ham yo'q ekan. Yo'q, polim yo'q. Tuproq bilan tosh. Alam qilayotganim bu holat Toshkentdan 6 yo 7 kilometr uzoqlikda, ya'ni Zangata rayoniga qaraydi. Biz agar 2-3 kunda brigadani tashlasak, qaysi biringlardir ikkita rom, 4 ta rom kerak ekan. 4 ta romini bir qismiga hissa qo'shing. Bitta eshigini 100 dan 1 qismiga hissa qo'shing. Poliga 1,5 metr yo yarim metrga hissa qo'shing. Ustalarni xizmatiga hech bo'lmasa ustalarni mayli oyligiga bo'lsa ham produktasiga hissa qo'shing. Shu onajon uchun. Boquvchingiz? Yo'q. Boquvchilari yo'q. Qizingiz bor. Bitta qizim bilan yashayman. Haligini aytib beryaptilar, mana qizlarimni bitta havas bilan yig'adi. Faqat shishani to'dalaydi, lekin havas qiladi, lekin unga qurbim yetmaydi. Men olib berishga bunday narsa olib bera olmayman. Faqat bo'sh qutini yig'ib qo'yish. 10-sinf qizlari borlar, baribir bu yoshda qizlar ayollar o'zlariga qaraydi. O'qishga ketishlaridan oldin mana shu servant deydimi, nima deydi bu narsani? Shuni oldida o'zlariga qarab ketar ekanlar. Albatta qizlarni olib chiqib videoga ola olmaymiz, chunki ertaga sovchi kelishi bor, boshqa holatlari bor. Bu 1,5 sotkini yerni ham qo'shnilari bilan sportlashib tortib olgan ekansiz. Xullas shunaqa arosatda o'tiribdi ekanlar. Necha marta shotka o'zlarini osmoqchi ham bo'lgan ekanlar. Do'stlar, Mana shunga osib o'ltirsam ham men roziman. Ya unaqa demang. Ro'za kunlari unaqa gapirgan. Ko'pchilik birlashsak bizga bu hech narsa emas. Bir odam uchun albatta qiyin. Bu yerda ustani kontrol qilib, uni yeb ichishiga qarab, sementini olib kel, g'ichini olib kel, tomini olib kel, suvini olib kel, uni kontrol qil, kim keldi ishga, kim kelmadi. Bir insonga qiyin. Menga ham oson emas. Hozir 2-3 ta yana proyektlar qurilyapti. Lekin biz ko'pchilik birlashib ozginadan mana shu kartalarga hissa qo'shsalar, balki bir hafta 10 kunda yana bir onaxonni bugungi dardli ko'z yoshlarini quvonch ko'z yoshlariga almashtirishga yana bir marta mujik сказал, mujik сделал deyishga sazovor bo'larmiz. Kim tili bilan, kim dili bilan, kim puli bilan biz bilan birlashmoqchi bo'lsa, yana bitta katta savob ishini oldida ro'za Ramazon kunlari turibmiz do'stlar. Mana kartalar onaxon. Men nima bo'ladi, qancha bo'ladi, men hozir bir narsa deya olmayman. Mana kim qancha qimmati bo'lsa, kim 100 ming, kim 1 million, kim 10 ming so'm qo'shadi, kartaga qo'shadi. 3-4 kunlikni yig'amiz, oldingizga kelaman. Ustalar bilan kelsam, bu sizga bir yaxshi xursandchilik degani. Bu degani ko'zim yetyapti. Bitta ikkita video bilan hamma mebellaringizni, qizingizni servantlarini, atrupalarini, kravatlarini, televizorlaringizni, mana bu eshik romlaringizni, darvozaxonalaringizni mana kadrlarda hozir ko'rsatamiz. Prosta abgor holatda.
musulmonchilikdan gapiramiz, jumlaga chiqamiz, soqollarni qo'yamiz, zo'r qilib haj safarlariga boramiz. Bir o'zbek musulmon onaxonimiz uncha o'ris uzru endi gapirishga majburman. Bo'lmish holatdan ham battar holatda o'tiribdi ekanlar. Birlashaylik. Mana karta men qurilishlarni shunchasini bo'ynimga olib 0 dan 100 gacha qilishga biza gapimiz bilan emas, harakatimiz bilan ko'rsatib qo'ygan insonlarmiz. Yana bir marta bizga ishoninglar, yana bir marta biz o'zimizga ishonaylik. Nasib bu safar ham bir hafta 10 kunda ro'zani oxirigacha biz yana bir marta mujik сказал, mujik сделал deb faxrlanib birlashib biz aziz iste'dodli obunachilarimiz, biz ko'plab insonlarni uyli qilganmiz. Biz birlashsak uncha oylarni obod qilamiz degan shior ostida bitta birlashaylik hurmatli do'stlar. Mobodo kim qo'lim bilan bu onaxonni o'zlariga narsa zakotim bor yoki meni zakotimni sizlarga beray, sizlar uylarga jihoz oling, g'ish oling, 1 metr shifrini oling, chakka o'tirmasin desanglar, nomerlarni qoldirib qo'yaman. Hammaga rahmat, bitta duo qiling. Ilohim hammangizga rahmat. Allohim hamisha tanijonlaringiz sog' qilsin. Alloh yo'qga qilayotgan ehsonlaringiz Allohim hamisha yuz bergan bo'lsa millarda bersin. Allohim sizlarga ilohim tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Amin.